Assalomu alaykum. Hop, alifbo qo'llanmadan o'tyapmiz. Biz o'tgan safar ikkinchi darsni o'tgandik va u birinchi qism video edi. Endi bu videoda o'sha ikkinchi darsni davomi, ya'ni ikkinchi qism videoni ko'ryapsiz. Ikkinchi qism. Demak, boshladik. Bizda ikki tovushli ullilar bor. Ikki tovushli ullilar, ya'ni koreys tilida i, jung, mo, im deb o'qiladi. I, jung, mo, im. Ikki tovushli ullilar. Bular nima desa, hop, kattalashtiraman. Quyidagilar: ya, yo, yu, ye. Bular nima desa, buni tushunish uchun mana e'tibor qiling mana shu to'rttasiga. Hop, biz a harfini o'rgangan edik mana. Ya'ni osmon, odam bitta qo'lni ko'targanda bu a edi. Shuni qo'li ikkita bo'lsa, mana qo'li ikkita bo'lsa ya bo'ladi. Ya'ni yozish quyidagicha. Ikkita. Shu holatda husnixat qilib o'rganasiz. Faqat katak ichida yozish kerak. Katak ichida. Bu ya harfi. Keyingisi xuddi shunaqa qo'l ikkita bo'lsa, bu yo bo'ladi. Ya'ni e'tibor qiling, mana bu tikka o harfi, bunisi tikka yo harfi bo'ladi. Tikka. O'rtadagi kaltakchasi ikkita bo'lgan. Xuddi shunda yotiq bor, yotiq. Mana. Bu yoqqa yozaman, mana bu o harfi yotiq. O'rtadagi kaltakchasi ikkita bo'lsa, ya'ni daraxt deb tushuntirganman. Bu yotiq yo bo'ladi. Yozish quyidagicha mana. Katak ichida yozaverasiz. Mana bunday holatda. Shu. Va keyingisi ikkita daraxtga kelgandan keyin ikkita ildiz chiqadi. Qarasangiz mana bu u harfi va kaltakchasi ikkita bo'lsa, ya'ni ildiz ikkita chiqsa, bu yu harfi bo'ladi. Yozish quyidagicha. Mana pastga qarab yozasiz. Pastga qarab ikkita chizadi. Shu holatda bo'ladi. Demak, biz 4 ta yangi ulli o'rgandik. Ya, yo, yana bitta yo, yu harflari. Tushunarli-a? Mana ya, tikka yo, yotiq yo, yu. Va keyingisi mana ikkitasiga e'tibor qilasiz. Bizda ochiq e harfi bor edi mana. Ochiq e, bunisi yopiq e. Bularda ham shunaqa mana. O'rtadagi kaltakcha ikkita bo'lgan mana. Bunisida ham o'rtadagi kaltakcha ikkita bo'lgan. Bunisi ochiq. Bunisi yopiq deb o'zimiz nom beramiz. Nimagaki asli kitobda bunaqa so'zlar yo'q. Biz ikkita harfni bir-biridan farqlay olish uchun shunaqa so'z qo'shib o'rganyapmiz. Ochiq, yopiq yoki tikka shunaqa so'zlar. Buni boshqacharoq tushuntirsam bo'ladi. Masalan, bizda mana bu tikka yo harfi hozir o'rgandik, yo plus tikka i. Mana bu ikkitasi bir-biriga qo'shilsa teng. E'tibor qiling. Yo harfini birinchi yozdim. Mana bu i ni doirasi bunda bor va kaltakchani o'zi keladi mana. Bu harfi y. Ochiq y. Mana tepadagi harf. Xuddi shunaqa. Bizda ya harfi bor plus i teng. Katak, Yani yozaman. Yani yozdim mana. Mana bu i ni doirasi bunda borligi uchun kaltakchani o'zi keladi mana. Bu endi y yopiq bo'ladi, tepadagi. Tushuntirish metodi xolos. Siz endi asosiy mana shu harflarni o'qilishni o'rganib, shuni ko'rganda so'zlarni talaffuz qila olsangiz bo'ldi. Demak, biz yana yangi 6 ta ulli o'rgandik, Ya harfi yo, yotiq yo, yu, ye. Juda yaxshi. Xo'p, davom etamiz. Bizda endi seni shay o'qilish qoidasi. Yaxshilab e'tibor qiling. Yaxshilab. Mana. Bu yerdan tushuntirsam bo'ladi yoki sal teparoqdan tushuntirsam yaxshiroq tushunasiz. Hop, mana. Haligi qolib turadi deganim mana. Buni o'chirdim. Mana shu joyga e'tibor qilasiz. Bizda s harfi bor va u shay ham o'qiladi. Qachon? S harfidan keyin 6 ta ulli harf kelsagina shay o'qiladi. 6 ta ulli harf. Boshqa holatlarda s o'qiladi. Ya'ni mana bu 6 tadan tashqari ulli kelsa, uni s o'qiysiz. Endi mana bu 6 ta qaysi desa, mana bular mana. Ya, yo, yotiq yo, yu, birinchi darsdagi i va oxirgisi mana hali o'tmagan harfimiz bu. V harfi bo'ladi. V. Bunga qo'shimcha qilaman. Bizda u harfi bor, unga plus i harfini qo'shamiz. U ga i ni qo'shyapmiz. Teng. U harfi yozildi. I ni doirasi bunda bor. Demak, kaltakchani o'zi keladi mana. Mana shunday holatda. Siz buni V deb o'rganasiz. V deb o'rganasiz. Buni 4-darsda alohida tushuntiramiz. Ya'ni tushuntiraman. Nimagaki bu 4-darsda o'tiladigan ulli harf. Hozircha V deb yodlab turasiz. Va qoidaga qaytamiz. S'dan keyin 6 ta harf kelsa shay o'qilar ekan.
va ularni ham o'qidik. Ular qaysilar? Mana C ga ya qo'shilyapti. Undoshga urli qo'shilsa doirani o'rniga tushadi mana. Qo'shilsa mana bu kelib chiqadi. Buni siz shia deb o'qishingiz kerak. Shia. Keyingisi mana shio. Shio. Keyingisi yana bitta mana shio doirani o'rniga tushyapti. C ga yu qo'shilsa shiu. C ga i qo'shilsa shi. Mana ichmoq degan so'zni takrorlayman. Mana ma shi de. Qarasangiz o'sha shi mana tepada keldi. Ma shi de ichmoq. Va keyingisi C harfiga v qo'shilsa shvi. Shvi bo'ladi. Boshqa hamma holatlarda C o'qiysiz. Ya'ni qarang, C ga a ni qo'shamiz. Bu sa o'qiladi. Xato yozdim-ku. Mana. Bu sa. Keyingisi so. Yana C ga yotig'i. Bu so. U harfi. Su. C ga yotiq i ni qo'shamiz. Bu si. Nimaga? Yotiq i 6 tani ichida yo'q, lekin tikkasi bor mana. Bunisi shi bo'ladi. Nimaga? Yotiq i, tikka i. Zo'r. Tikka i 6 tani ichida bor. Shuning uchun shi o'qiymiz. Tushunyapsizmi? Xo'p, C harfiga e ni qo'shamiz mana. Bunisi C. Yopiq e ni qo'shsak ham C. Shu holatda bo'ladi. Va meni yaxshi tushundingizga umiddaman. Mana shu qoida. C dan keyin 6 ta ulli qo'shilib kelsa sh, boshqa holatlarda C. Shu bu o'sha ikkinchi darsimizni davomi edi. Shu joyda to'xtatamiz. Yaxshilab o'rganib, husnul xat qilib, harflarni, qoidani yozib o'rgansangiz bo'ladi. 3-darsda aynan hozir o'tilgan mana bu ullilar bor-ku. Xo'p, hozir o'tganimiz mana. Mana shu ikki tovushli ullilar. Bularga oid xo'p, husnul xatni hozir bajarsak bo'lar ekan. Mana husnul xatni. Nimaiki, mana lug'atni o'qiy desak, bu yerda hali biz video darsda o'rganmagan harflar bor. Bularni 3-darsda o'rganamizda. O'sha 3-darsni o'rganib bo'lib, bu lug'atlarni ham qo'shimcha o'qimoqchi edim. Lekin hozir jadval to'ldirsak bo'lar ekan. Mana. Xo'p, demak, bizda hozir o'rgangan harflar mana. Buni istay yozar ekanmiz. Xo'p, ya, yo, yotiq yo, yu, ye. Yozib qo'yaman mana ya, yo, yotiq yo, yu, ye va yana bitta ye. Mana bu K harfi N, T, L, M, P, S ekan. Qo'shamiz. Xo'p, mana K ga yani qo'shdim, Kia, yo ni qo'shdim, Kio. Mana yotiq yo ni qo'shdim, Kio. Keyingisi mana Kiyu, Kiye va yana bitta Kiye. Va mana bunda qo'shimcha, mana bu ikkita ye harfi turibdi-yu, o'zi yozilsa butun ye talaffuz qilasiz. Lekin mana bu yerda K harfiga ye qo'shilyapti-yu, Kiye emas, K talaffuz qiling, K. Nimaiki lug'at o'qishda kiye deyish noqulay. Shuning uchun K ga oddiygina e qo'shib talaffuz qilinadi. Yana aytaman, K ga e qo'shib talaffuz qilinadi. K. Endi N harfida. Xo'p, mana niya, niyo, yana bitta niyo, niyu, xo'p, niye, yana bitta niye. Xo'p, T da mana tiya, tiyo, yana bitta tiyo, tiyu, tiye va yana bitta tiye. Xo'p, talaffuzni tushunyapsiz degan umiddaman. Endi bularga qo'shamiz. Xo'p, men kattalashtirib yubordim. Xo'p, L ga liya, liyo, yana bitta liyo, liyu, liye va yana bitta liye. Xo'p, M harfiga mana miya, miyo, yana bitta miyo, miyu, miye va yana bitta miye. Bu bo'g'in, shunaqa bo'g'inlar bir-biriga qo'shilsa so'z paydo bo'ladi. Xo'p, P harfiga mana piya, xo'p, piyo, yana bitta piyo, xo'p, piyu, piye va yana bitta piye. Keyingisi C ga yani qo'shamiz, bu shiya o'qiladi, ha? Shiya. Yoni qo'shamiz, shiyo, yana bitta shiyo, shiyu, bunisi endi C, yana bitta, uzr. C ga ye ni qo'shayotgandik, mana ikkita kaltakchali siye, bunisi ham siye bo'ladi, ha? Siye. Bunilari shiyu, shiyo, yana bitta shiyo, bunisi shiya edi.
Xuddi shu jadvalning davomi mana bu yerda mana. Bu yerda hali o'tmagan undoshlarimız bor. Mana bular. Buni 3-darsda o'tamiz va o'sha darsning davomida, ya'ni oxirgi qismida mana shu jadvalni to'ldirib va ularga tegishli lug'atlarni, mana bu yerdagi lug'atlarni o'qiymiz. Demak, bugungi darsimiz shu joygacha edi. Biz o'rganganlarimiz mana bu ikki tovushli yo'llar 6 ta va seni she o'qilish qoidasi. Va jadval to'ldirdik. Salomat bo'ling.